Birinchi masala. Jism A nuqtadan B nuqtaga harakatlandi, keyin esa S nuqtada to'xtadi. B, S masofani toping. Demak, bunda avvalo ikki nuqta orasidagi masofani topishni bilib olish kerak. Mana bu yerda 3 o'lchamli fazoviy holatda chizmasini koordinata sistemasiga joylashtirdim. A nuqta mana koordinatasi bo'yicha 2, 3, 4 koordinatasi. B nuqta mana bu yerda 5, -4, -8. S nuqta 7, 11, 10 koordinataga ega ekan mana bu nuqtada. Men ko'rinishiga osonroq bo'lish uchun mana oddiy chizma sifatida chizib oldimda. Mana endi A dan B ga, B dan S ga ko'chyapti. Avvalo, agarda tekislikda bo'lganda ko'chishda qanday topardik? Ikki nuqta orasidagi masofa vektorlarga bog'lasak, demak, ikkinchi x ning koordinatasidan birinchisini ayiramiz va kvadratga oshiramiz plus y ni ham xuddi shunday mos koordinatalarni ayiramiz. Ya'ni fazoda bo'lsa ham xuddi shunday bo'ladi, faqat bu yerda z qo'shiladi. Tekislikda x va y o'qi bo'yicha, fazoda x, y, z o'qlari bo'yicha ishlaymiz. Ya'ni mana bu misolda BS ni so'rayapti ekan. BS masofa demak. BS masofani topish uchun men shunday qilamanki, BS barobar ildiz ostida yuqoridagi formuladan foydalanamiz. Yuqori formula yozdik. Demak, xohlasak S ni har bir koordinatasidan mosidan B ni koordinatalarini ayirib kvadratga oshiramiz. Xohlasak aksi. Faqat B dan S ni ayiryapmizmi? Har birini B dan S ni ayiramiz yoki S dan B ni ayiryapmizmi? Har birini ayirib hisoblaymiz. Bitta B dan S ni ayirib, keyingisida S dan B ni ayirish yo'q. Bir rivojdan ayirib ketamiz. Ya'ni 7 dan 5 ayiraman. 2 ning kvadrati plus 11 dan -4 ayiraman. O'rtada plus bo'lib ketadi. 15 kvadrat. 15 ning kvadrati plus 10 dan -8 ayirsam qo'shilib ketadi. 18 ning kvadrati. Demak, bu holatda ilzosida 2 ning kvadrati 4 plus 15 kvadrati 225 bo'ladi. Plus 18 kvadrati 324 ga teng. Demak, mana buni hisob kitob qiladigan bo'lsak, bu ham teng ekan, bu ham teng bo'ladi. Ilzosida qo'shib chiqadigan bo'lsak, hop 553 ga to'g'ri kelyapti. 553 ilzosida. Ikkinchi masala. Jism g'arbga 20 metr yurdi, keyin shimolga 3 metr yurdi, so'ngra sharqqa 16 metr yurdi. Uning yo'lini toping. Demak, dunyo tomonlarini chizib olamizda. Dunyo tomonlarini chizib mana bu shimolga to'g'ri kelyapti. Shimol, bu taraf janub. Janub, bu taraf demak sharq va bunisi taraf demak bizda g'arb. G'arbga jismni koordinata boshiga joylaymiz, ya'ni mana shu markaziga joylaymiz. Endi jism g'arbga 20 metr yurdi. G'arbga 20 metr. 20 metr yurdi, mana shu yerga keldi. Demak, 20 koordinata boshi 0 ida mana 20 ga bordi. Keyin 3 metr shimolga qarab yuramiz. 3 metr shimol. metr shimolga, so'ngra 16 metr sharqqa, ya'ni qaytaramiz ekan ortiga. Izidan qaytarsak, mana bu yerga qaytib kelyapti jism. 16 metr. Va oxirgi nuqta mana. Jismning bosib o'tgan yo'li. Jismning bosib o'tgan yo'lini S bilan belgilaymizda. S umumiy. Demak, birinchi S1
20 ga teng bo'ldi. S2 imiz 3 va S3 imiz 16. S umumiy degani barchasini yig'indisi degani. Demak, S umumiy barobar S1 plus S2 plus S3. Ya'ni barchasini qo'shadigan bo'lsak, S umumiy teng 20 plus 3 23, 16 ni qo'shsak 39. 39 metrga to'g'ri kelyapti javobimiz. 3-savolga qaraydigan bo'lsak, jism g'arbga 20 xuddi ikkinchi savolda o'zi ekan, faqat oxiridagi sharti uning yo'li ko'chishidan qanchaga ko'p. Demak, ko'chishini topishimiz kerak bu holatda. Ko'chish qanday topiladi? Dastlabki va oxirgi nuqtani tutashtiruvchi yo'nalishli kesma bizda ko'chish bo'ladi. Demak, L topib olaman. Ko'chish topib turib, S ayru L ni so'rayapti bizdan. S ayru L. Mana shu shartni bajarishimiz kerak ekan, demak. Bu ikkinchi misol yechimi bo'ldi, yuqoriga yozdik. Mana bu uchinchi misolning sharti. Bu holatda mana bu yerdan 430 olsak, bu 3 masofa mana bu masofaga teng, ya'ni 3 ga teng. Endi bundan bungacha masofa koordinata boshidan 20 edi, 16 qaytdi. Mana bu yerda 4 qoldi. Chunki mana bu yer 16, ortib qolgan 4. 3 4 bo'ladigan bo'lsa, L topaman. Ya'ni L barobar ilzosida 3 ning kvadrati plus 4 ning kvadrati. Nima uchun? Chunki Pifagorga to'g'ri kelyapti. To'g'ri burchakli cho'rchak Pifagor ishlaymiz. 3 4 bo'lganda keyingi taraf 5 bo'ladi. Demak, ko'chishimiz 5 ekan. Yo'limiz 39 edi. S minus L necha bo'ladi? S minus L barobar 39 dan 5 ayirsam 34 ga to'g'ri kelyapti. 34 metr oradagi farq. 4-masalada samolyot meridian chizig'iga nisbatan 30 gradus burchak bilan harakatlanib A nuqtadan B nuqtagacha 100 kilometr uchdi. U janubdan shimolga qanday masofaga uzoqlashgan? Demak, men hozir meridian chizig'ini tushuntirish uchun bu eski ishlagan misolim. Mana shunda meridian chizig'iga nisbatan burchak tushuntirmoqchiman. Ya'ni meridian chizig'i mana bu chiziq bo'ladi. U shimol va janubni tutashtiradi. Mana o'rtadagida ko'rishimiz mumkin. Mana samolyot o'sha Gubkin misollardan biri bu. Samolyot demak bu holatda janubdan shimolga qarab uchyapti va mana bu meridian chizig'iga nisbatan mana shu shunday kesib o'tgan bo'ladi. Aylanadi u, aylanadi yer sharini. Mana bu burchak fi o'sha 30 gradus ifodalaydi. Ya'ni biz bu chizmani osonlashtiramiz. Osonlashtirish uchun shu dunyo tomonlarini chizib tushuntira boshlayman hozir. Mana demak, dunyo tomonlarini chizadigan bo'lsak, dunyo tomonlari demak shu holatda chizadigan bo'lsak, yuqori tomon. Demak, yuqorisi shimol bo'ladi. Unga qarama-qarshi tarafda janub joylashgan. Janub. Bunisi taraf sharq. Va bunisi taraf g'arb. G'arb. Mana koordinata boshi. Mana endi 30 gradus burchak ostida. Demak, bildikki meridian chizig'i janub va shimol yo'nalishida bo'ladi. 30 gradus burchak. Mana 30 gradus burchak ostida harakatlantirdik va Pifagor uchburchakka olib kelyapmiz misolimizni. 30 gradus harakatlanibdi-da 100 kilometr uchibdi. Demak, mana bu yo'nalishda uchgan samolyot, mana bu yo'nalishda. Mana shu yo'nalishda 100 kilometr uchgan bo'lsa, 100 bo'lsa, sizlarga proporsiya o'rgataman hozir. Mana bu burchagimiz 30 gradus. 30 gradus.
Bunisi burchagi esa 60 gradus. Mana bu 90 gradus. Demak, eslab qolamiz. 30 gradus qarshisi nechaga teng bo'lsa, 60 gradus qarshisi shundan ildizosi 3 marta katta. Ya'ni ildizosida 3 ko'paytiruv x bo'ladi. 90 gradus qarshisi esa 2 barobar katta 30 gradus qarshisida. Ya'ni bu sinuslar teoremasidan kelib chiqqan ifoda. Xossa desak ham bo'laveradi. Doimiy o'rinli. Shuning uchun olib ketsak, yodlab olsanglar oson bo'ladi, vaqtdan yutasiz. Demak, 30 gradus qarshisini x deb belgiladim. 90 gradus qarshisi 2x edi. X topish uchun 2 ga bo'laman. Ya'ni mana bu taraf 50 ga teng ekan. Mana bu taraf esa necha bo'ladi? 60 gradus qarshisi. 30 gradus qarshisi x bo'lsa, ilzosida 3x dedim. Demak, x o'rniga 50 qo'ysam, 50 ilzosida 3 ekan. Ana endi savolning oxiriga qaytamiz. U janubdan shimolga qanday masofaga siljigan? Demak, janubdan shimolga qanday masofa siljigan? Mana shu masofani so'rayapti ekan bizdan. Demak, 50 ildizosida 3 masofaga siljigan ekan. 5-masalada jism 12 metr taqsim minut tezligi bilan 1 soatda necha kilometr yo'l bosadi? Demak, jism harakat boshlayapti. Mana bu nuqtadan harakat boshladi deylik, aytaylik. Mana bu yo'nalish, tezlik yo'nalishini berdim. Tezligi 12 metr taqsim minut. Vaqti T 1 soat. Buni ko'paytirsak, demak, bizga masofa, ya'ni s deb beradi. Faqat s da nimada so'ragan? Kilometrda so'ragan. Demak, s barobar 12 ko'paygan metr taqsim minut ko'paytiruv vaqt soat minutga o'tkazsak 60 minut bo'ladi. Minut bilan minut qisqaradi, javob metrda chiqadi. 720 metr. 720 mingga bo'ladigan bo'lsak, kilometrga o'tadi. 0,72 kilometr. Demak, javobi 0,72 kilometrga teng bo'lar ekan. 6-masalada jism A nuqtadan B nuqtaga harakatlandi, keyin esa S nuqtada to'xtadi. Jismning ko'chishini aniqlang. Demak, mana shu birinchi masalalarga chizma bizga yordam beradi. Demak, ko'chishini topishni nima qilardik? Mana bu yerga chizib qo'yganmiz. L masofani topamiz. Dastlabki va oxirgi vaziyat tutashtiruvchi kesma ko'chish bo'ladi. Demak, biz A dan S gacha masofani topishimiz kerak ekan. Haligida B ni o'rgandik. Endi A S barobar ildiz ostida. Demak, koordinatasi 7, 11, 10. Koordinatasi 2, 3, 4. 7 dan 2 ni ayiramiz. 7 ayiruv 2 5 ning kvadrati plus 11 dan 3 ayirsak 8. 8 ning kvadrati plus 10 dan 4 da ayiradigan bo'lsak 6 ning kvadrati. Hisob kitob qiladigan bo'lsak, xo'p, 25 plus 64 plus 36. Barchasini qo'shadigan bo'lsak, 125. 125 dan ildiz oladigan bo'lsak, 5 ildiz ostida 5 chiqyapti. Demak, natija 5 ildiz ostida 5 ga teng. 7-masalada jism g'arbga 20 xuddi ikkinchi bilan bir xil sharti. Oxirida buni ko'chishini toping deyilgan. Biz ko'chishini topdik. Ko'chishi demak 5 metr chiqdi. 8-masalaga qaraydigan bo'lsak, samolyot meridian chizig'iga nisbatan 30 gradus burchagi bilan harakatlangan.
A nuqtadan B nuqtagacha 100 kilometr uchdi. Uning g'arb-sharq yo'nalishidagi siljishi. G'arb-sharq yo'nalishi mana bu yo'nalish va bu yo'nalishdagi siljishi demak dastlabki nuqta va bu oxirgi nuqta. Bundagi siljish mana bu kichik katetga teng bo'ladi. Kichik katetni biz topdik, demak necha chiqadi ekan? 50. 50 kilometrga teng bo'ladi ekan 8-testimizning javobi. 9-misolni atay kiritdim. To'g'ri, misolimiz ancha sodda, lekin sizlarga men xossa o'rgatmoqchiman. Fizikada 90% misollar mana shu xossaga tushib keladi. Masalalarda asosan shu xossadan ketishimiz kerak bo'ladi. Demak, 3, 4, 5 xossasi bor. Mana 3, 4, 5. Ikkita katet 3, 4 bo'lsa, gipotenuza albatta 5 ga karrali bo'ladi. 3, 4, 5 bor. Aytaylik, x bu bir xil miqdorda ortishi. Aytaylik, agar bu 6 bo'lsa, bu 8 bo'ladi, bu 10 bo'ladi. Agar bu 6 bo'lsa, bu 8 bo'ladi, bu 10 bo'ladi. Ya'ni 6 ning kvadrati plus 8 ning kvadrati 10 ning kvadratiga teng. Har doim o'rinli bu holat. Aytaylik, agar bu 9 bo'lsa, bu necha bo'ladi? Bu 3 barobar ortdi, x o'rnida 3 ekan demak. Buni ham 3 barobar orttirasiz, 12 bo'ladi. 5 ni ham 3 barobar orttiradigan bo'lsangiz, 15 bo'ladi. 9 ning kvadratiga 12 ning kvadratini qo'shadigan bo'lsak, 15 kvadrat hosil bo'ladi. Ya'ni 3, 4, 5 karrali sonlar doim o'rinli bo'ladi. 6 ning kvadrati plus 8 ning kvadrati teng 10 ning kvadrati. 3x ning kvadrati plus 4x ning kvadrati teng 5x ning kvadratiga. Mana shu xossaga tushadi barchasi. Deyarli 90% masalalar fizikada tushadi. Endi 9 ning kvadrati plus 12 ning kvadrati hisoblamasdan aytishim mumkin bo'ladi. Aniq tushadi xossaga. 15 ning kvadratiga teng. Aytaylik, bizga berilgan gipotenuza 60 ekan. Demak, 5x ga mos taraf 60. 48 berilyapti. 48 3 ga karralimi, 4 ga karralimi? Demak, 4 ga karrali. Bu 48 4 ga karrali berildi. Ana endi biz x topamiz, ya'ni 5x teng 60 qilamiz. X necha? 12. 4x ni ham 60 ga tenglayman. 4x ni 48 ga tenglayman. 48 ga tenglasam x shunda 4 bilan 48 qisqarsa 12 bo'ladi. Ya'ni x ikkala holatda ham bir xil chiqdimi? 3 ni 12 ga ko'paytirib qo'yaveraman. 3 12 ga ko'paytirsam necha bo'ladi? 3 kare 12 36 bo'ladi. Demak, bizda 36 ning kvadratiga 48 ning kvadratini qo'shadigan bo'lsak, 60 ning kvadrati hosil bo'ladi. 3 4 5. 3 4 5. Shu tarzda hisob-kitob qilib ketishingiz osonlashadi. 36 ning kvadrati plus 48 ning kvadrati teng 60 ning kvadratiga. Men bu kvadratlarni hisoblab ko'rmaganman, lekin mana shu xossaga tushishini bilgan holatda men aniq yoza olyapman hozir. Ana endi sizga savol. Mana bu 3 ga karrali taraf 15 bo'lsa agar, 4 ga karrali taraf 20 bo'lsa, gipotenuza necha bo'ladi? To'g'ri. Demak, bu 3 ni 5 ga ko'paytirsam 15, 4 ni 5 ga ko'paytirsam 20, 5 ni ham 5 ga ko'paytiraman. Demak, bu taraf endi gipotenuza, ya'ni 25 chiqadi. Demak, 15 ning kvadrati plus 20 ning kvadrati teng 25 ning kvadratiga. Ya'ni 225 qo'shamiz 400 barobar 625 ga. To'g'ri bu holat. Aytaylik, asosan 80-60 keladi ko'proq. Mana bu taraf 60 bo'ladigan bo'lsa, bu taraf 80 ga teng. Mana o'zi ko'rinib turibdi. X necha? 20. Chunki 3 20 barobar ortadi 60 bo'ldi. 4 20 barobar ortsa 80 bo'ladi. Ana endi 5 ni 20 barobar orttirib qo'yaman men. 5 ni 20 ga ko'paytiradigan bo'lsak,
100 ga teng. 6, 8, 10, 60, 80, 100, 600, 800, 1000. Mana shu holatda keladi savollar sizlarda. Masalalarda ko'p uchraydi bunday holatlar. 10-masalaga qaraydigan bo'lsak, 10-masalamiz birinchi masalaga o'xshash ekan. Shuning uchun shu chizmani yana ochishga majbur bo'ldim va biz mana bu chizmadan foydalanamiz. Oxirida jismning bosib o'tgan yo'lini so'rayapti. Jismning bosib o'tgan yo'lini topish uchun nima qilishim kerak? Jism dastlab A nuqtada edi, keyin B nuqtaga ko'chdi, keyin C nuqtaga. A, B plus B, C. Biz A, B ni topishimiz kerak ekan endi. A, B masofa demak. Ildiz ostida A, B, A dan B gacha. B ni koordinatasi 5, A ni koordinatasi 2. 5 dan 2 ni ayiraman. 3 ning kvadrati qo'shuv -4 dan 3 ni ayirsam -7. -7 ning kvadrati plus -8 dan 4 ni ayirsam -12 ning kvadrati. Bu yerda 3 kvadrati demak 9 plus minus son, manfiy sonlarning kvadrati musbat bo'ladi va 49 plus 12 ning kvadrati 144. 144 bo'ladigan bo'lsa, 144 ga demak 50 qo'shsam 194, bundan 1 olib berib qo'shib yubordim. 194 ga 8 qo'shsak 202. Ildiz ostida 202 ga teng ekan. Biz S umumiy bosib o'tgan yo'lini topishimiz kerak edi. Ya'ni A, B, A dan B gacha masofa plus BS. Plus BS ni topishimiz kerak edi. A, B masofa ildiz ostida 202 ga teng ekan. Plus demak BS masofa. BS masofa ildiz ostida 553 ga teng. Keyingi video darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.